Kichkina chaqaloqlar uxlaganda shunaqa past qilib Qur'on qo'yib qo'yishadi. Bu Qur'on svitilligimiz har bitta uyda bo'lish kerak bo'lgan svitillik. Qur'on svitilligimiz o'zini programmasi orqali ulanadi. Qur'on svitilligimizning dizaynini ko'rasizlarmi? O'zgachaligini qaranglar buni. Qur'on svitilligimizning ranglarini o'zini programmasi orqali o'zgartirsanglar bo'ladi. Har xil ranglarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi va xohlagan ranglarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Buni eng zo'r tomonlaridan bittasi ichiga 30 pora yozilgan. 30 porani 30 xil qori o'qib bergan. Qur'on svitilligimiz orqali har xil qorilarni tanlab, xohlagan suralarni eshitsanglar bo'ladi. Muhammad Siddiq Minshawi with children. Muhammad Siddiq Minshawi with children. Ovozini baland qilib qo'yganman. Ko'rasizlarmi? Bemalol boshqarsanglar bo'ladi. Farzandinglar qaytarsa ham bo'ladi buni ketidan. Alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Buni eng qulay tomoni ichida o'zining ruqyasi bo'ladi. Farzandinglar mana bunaqa mazza qilib shirangina bo'lib uxlayotganda qo'yib bersanglar, juda ham spokойный, tinch uxlaydi. Bu Qur'on svitilliklarimizni to'g'ridan-to'g'ri bizdan xarid qilsanglar bo'ladi va sizlar uchun eng qulayi to'lovni borgandan keyin ham qilsanglar bo'ladi.